Do'stlar, mini dinozavrchalarimizni go'zallik qilib video qilay dedim. Singlim yozibdi. Singlim yozibdi. Yaxshi bilmaskansiz. 23 tagacha tug'adi, 40 tagacha tuxum tug'maydi debsiz. Biz buni tajriba qilganmiz. Buni qirqqa tug'ishini bilganlar ham bor. Qanaqalar qirqqa tug'ishi mumkin? Bu yil bahorda tuxumga kirib, birinchi yil kurt bo'lgan materiallarimiz 40 tagacha tuxum tug'adi. Do'stlar, o'tgan yilgi 3-4 yillik tuxumlar bo'lsa 15 tagacha, 23 ta ham emas. 15 ta 20 ta tuxum tug'ib, sirasi kurt bo'ladi. Mana bular tuxumda. Do'stlar, 1 yillik, ya'ni bu yil tuxumga kirgan kurkalarimiz 40 tagacha tuxum tug'adi. Agar turlak bo'lsa, 2-3 yillik turlaklar bo'lsa, to'g'ri 20 ta, 23 ta, 15 ta tuxum tug'adi. Ular tez tuxumga kirib, tez kurt bo'ladi. Bizda kurt induklarim bor, o'sha ona induklar tez tuxumga kirib, tez kurt bo'lgan. Hali o'sha makallarimiz ko'p tuxumga kirmagan, kechroq tuxumga kiradi. Aprel, may oygacha tuxum tug'adi, 40 tagacha, keyin kurt bo'ladi. Ikkinchi yiliga unaqa ko'p tuxum tug'maydi. Shuning uchun bizda ko'p ona makallar yo'q. Hammasi jo'jalar. Endi bu ishni boshlayman, 50 ta 100 ta qilaman deganlarga maslahat. Jo'ja makani olish kerak. Jo'ja makan buni asosiy bundan daromad olish makanlarning tuxumidan. Tuxumini tug'dirib, jo'ja ochirib, sotish. Qancha ko'p tuxum tug'sa, shuncha foyda yaxshi. Shuning uchun do'stlar, lifehack deydimi? Endi bu ishni boshlaydiganlarga jo'ja makanlar bo'lsa, ko'proq tuxum beradi. Uni yozda sotib olib, o'sha bolalarni o'qib, bolalarni tuxumga kirgizsa, ko'proq tuxum tug'adi. 3-4 yillik kurlaklar ko'p tuxum tug'maydi. 15-20, 25 tagacha tuxum tug'ib, yo'q bo'ladi, ko'p. Do'stlar, YouTube'da ham yangi kanal ochganmiz. YouTube kanalimizga ham o'tib podpiska bosib qo'ysalaringiz, YouTube kanalimizga ham yangiliklarni qo'yib boryapmiz. YouTube'ga qo'yganda Instagramga qo'yib YouTube'ga qo'ymaymiz. Ssilkasini qo'yib ketamiz. Telegram kanalimiz ham bor, ochganmiz. Telegram kanalimizga ham YouTube kanalga ham o'tib bo'ladi. Do'stlar, kanalga podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.